Mastlik holatida mahallada janjal ko'tarib bu ham yetmaganidek qo'shnisini pichoq bilan jarohatlagan erkak jazolandi. Mazkur voqea Toshkent viloyatining Bekobod tumanida sodir bo'lgan. Bayram munosabati bilan ko'ngilxushlik qilib, alkogol mahsulotini iste'mol qilgan erkak uyiga boradi va mahallada janjal ko'taradi. Xonadonida mehmondorchilik bo'layotgan qo'shnisining tinchini buzib, ular o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Ish hujjatlarida keltirilishicha, sudlanuvchi o'tkir tig'li jismni qo'shnisining ko'krak qorin qismiga sanchadi. Ko'rsatilgan yordamlar sabab qo'shnining hayoti saqlab qolinadi. Narxachani qo'lda ko'chaga chiqdim. Yuz qismatiga endi o'ziga kelganda o'zimga yaqin shapatga urdim. O'ziga kelsin. Endi qo'lda pichoq bor ekan. Qani endi panjara ortidagi ko'z yoshlar vaqtni ortga qaytara olsa, sudlanuvchi chin ko'ngildan pushaymonligini bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod tuman sudida mazkur jinoyat ishi yuzasidan sud majlisi ko'rib chiqildi. Jabrlanuvchining sudlanuvchiga bo'lgan da'vosi yo'q ekanligi inobatga olinib, sud hukm qildi. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga 3 yil 4 oy 11 kun muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi va qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, sudlanuvchi sud zalida qamoqdan ozod etildi. Uy olma, qo'shni ol degan maqol bekorga aytilmagan. Yaxshi yomon kunimizda birinchilardan bo'lib yonimizda turadigan insonlar bu bizning qo'shnilarimizdir. Shunday ekan, ularni tinchini buzishga, dilini og'ritishga hech birimizning haqqimiz yo'q.